ushbu videoga bitta like bosishingizni so'rab qolamiz va albatta kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Chunki do'stlar, bizni naq 97% odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan va albatta agar ushbu videoga 400 ta like yig'ilsa, shunga o'xshash videolar yanada ko'proq chiqadi. Endi esa biz videoga qaytamiz. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Ziox Minecraft. Biz bugungi videomizda survivalning ikkinchi qismini olamiz. Demak, biz boshladik. Xo'sh, biz bu yerga ferma qurganmiz o'zimiz uchun. U yerda esa omborxona, u yerda hali hech nima yo'q. Demak, biz kartoshka qovurib qo'yganmiz. Buncha kartoshkani qaydan olding desalaring, yaqin atrofda qishloq borligini ko'rsatarman. 3-qismda sizlarga o'sha qishloqqa borib hamma narsani ko'rsatib chiqaman. Xo'sh. Mana shu yerdan men baliq tutadigan joy qilishim kerak bo'ladi. Xo'sh, yana bitta pastga tushaman. Yo'q. Shu yonini ham bekitishim kerak. Yaxshi. Juda ham zo'r. Yaxshi. Xo'sh. Buni sindiramiz. Kirkamiz menimcha tugabdi, uzoq sinadi menimcha. Xo'sh. Mana chiqib oldik. Mana shu yerdan mana olib tashlaymiz. Xo'sh, taxtami? Yo'q, loy blok kerak. Xo'sh, mana shunday. Yaxshi. Pastdan ham to'g'rilashimiz kerak. Yaxshi, mana shu yerdan shimashimanga olib chiqamiz. Xo'p. Yana bitta. Yetadi. Endi bizga taxta bloklarni olamiz. Xo'sh. Mana shunday. Yaxshi. Endi mana shu yerdan kengashtiramiz. Yaxshi. Menimcha bu tomondan ham xuddi shunday qilsak, kengligi yetib qoladi. Xo'sh. Mana shunday. Yaxshi. Mana shu yerdan mana juda ham yaxshi. Xo'sh, mana shunday. Mana shunday. Tugab qoldi. Demak, mana shu xato qilib qo'ydim, yaxshi emas. Demak, buni sindiramiz. Mana shu yergacha qurishimiz kerak. Yaxshi. Xo'sh. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Yana tagini ham olib kelib olamiz. Xo'sh. Mana shunday bo'ladi. Endi yonlarini bu yerlarga sandiq versiyalarni ham qo'yib qo'yaman. Chunki baliq tutib pishirib ketishi mumkin bo'ladi.
shunday qilsak yaxshiroq. Xo'sh, mana shunday. Shunday. Bir monster kelib qolmasin, tezroq qilamiz. Yaxshi chiqdi menimcha. Juda ham yaxshi do'stlarim. Mana shu yerda yana bitta qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana shuni sindirib olib tashlaymiz. Xo'sh. Ketdik. Voy, creeper. Qurib tashlayman. Yo'q. Yaxshi. Mana senga. Mana. Qani bo'ldi. Mana senga. Mana. O'ldi. Demak, qo'rqiq kerak bo'lib qoladi. Mana shu yerni olib tashlaylik. Demak, mana shu yerda zinaga o'xshatib qanaqa joy qilib qo'yamiz. Mana shunday. Endi bu yerni bilinib turish kerak bo'ladi. Hozir oldiga mana shuni qo'yib chiqamiz. Qolib ketdi. Do'stlar, bu ikkinchi qism. Xo'sh, uyimizga kiramiz va uxlab olamiz. Mana turib ham oldik. Mana shu yerga kitib qo'yamiz. Xo'sh, o'sib ham qolibdi. Mana shuni davom ettiramiz endi. Mayli, toshdan qilib tashlayveramiz. Farqi yo'q. Tomonni ham mana shunday. Bo'ladi. Qanday bo'lsa ham bo'laveradi. Yaxshi. Xo'sh, juda ham zo'r. Fakellarni qo'yib chiqamiz. Mana shunday. Bo'ladi. Qani baliq tutib ko'ramiz bu yerda. Zaharli baliq chiqmasa bo'ldi-da. Xo'sh, Minecraft menga baliq ber. Baliq ber menga deyapman senga. Xo'sh, yo'q. Zaharli baliqni berdi. Xo'sh, bu yerdan chiqadigan joy qoladi. Monsterlar ham chiqib qoladi. Zarang. Men hozir bu yerda boshqa narsalar qilib qo'yaman. Xo'sh, mana shunday qilib qo'yaman. Bu tomonni shartmas. Demak, bo'ladi. Xo'sh, bizda taxta ham qolmabdi. Sandiq qo'yib qo'yaman degandim. Yaxshi, tepaga chiqamiz. Do'stlar, bu ikkinchi qism edi. Sizlarga kattakon rahmat. Kanalimizga like bosing va bizga obuna bo'lib qo'ying.